Nega men shoshildim katta bo'lishga? To'xtamay yugurdim u yon u bu yon. Vaqt topolmay qoldim endi kulishga. Ulg'ayish yoqmadi menga onajon. Kattalarga qarab havas qilardim. O'ylardim, ulg'aysam qaniydi shu on. Hayot bundayligini qaydan bilardim. Ulg'ayish yoqmadi menga onajon. Kapalak quvlagan bolalik qani? Qayta olmayapman ortimga hamon. Bildim, to'lmas ekan insonning kami. Ulg'ayish yoqmadi menga onajon. Bolalik juda tez ketdi uzoqqa. Menchi yetolmadim bolalik tomon. Tushib qolgandekman tubsiz tuzoqqa. Ulg'ayish yoqmadi menga onajon. Bobomlar haqiqiy muhabbat hayotda faqat bir marta bo'ladi deydilar. Sevgan kishini hech kim va hech narsa to'xtatib qola olmaydi. Ko'raylikchi, Alloh nazdida meni muhabbatim qanchalar haq ekan. والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء ما هم بأمة سيدي حاشا فليس الأكفياء ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء من حطم الأصنام من أرسى العدالة والإخاء دهرا في المعاصي لم أجد إلا السراب كنت مغرورا بعمري أحسب الدنيا شبابا ضاق صد Ular senga qayg'uryapti deb o'ylayapsanmi? Hech kimga kerak emassan. Hech kimga. Buyuk odam bo'laman deb o'ylading. Xaloskorman. O'zingni qutqara olmaysan-ku. Biz doim yolg'iz bo'lamiz. Bo'shliqdan hech kim qochib qutulmaydi. O'zing aytgandek, hammamiz yolg'izmiz. Mutlaqo. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. Mu'minlar orasida o'zlari Allohga bergan ahd va paymonlariga sodiq bo'lgan kishilar bor. Mu'minlarning ichida erkaklari bor. Minal mu'minina rijal. Mu'minlarning ichida erkaklari bor, Allohga bergan ahdida turadi. Bas ulardan ayrim kishilar o'z ahdiga vafo qildi, ya'ni shahid bo'ldi. O'lgunicha Allohga bergan ahdidan qaytmadi. Alloh qalblar uni ismi bilan xotirjam bo'ladi, ko'ngillar taskin topadi, asablar tinchlanadi, es-hushlar o'rniga keladi. Allohu latifun bi ibadi. Alloh bandalarga mehribon. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. Janob prokuror, nimaga? Gap shundaki, siz uyushgan jinoyatchilik to'dasi rahbarisiz. Shunday taxmin bor. Yolg'on. Yana nimaga? Ersoy Ulug'bek bilan qanday adovatingiz bor? Hech kim bilan adovatim yo'q. Dushman emasmisiz? Meni tirik dushmanim yo'q. Sultanım
Agar u seni sevgan bo'lsa, sendan uzoqda bo'lsa ham, dunyoni u burchagida bo'lsa, sen taqiqlagan narsani hech qachon qilmasdi. Agar seni sevgan bo'lsa, seni doim degan bo'lsa, sen taqiqlagan narsani hech qachon qilmaydi, boshqa begona insonlarga qaramaydi. Boshqa begona insonlarga kulib qaramaydi hech qachon. Agar bilginki sendan uzoqdami, sen taqiqlagan narsalar ular senga qayg'uryapti deb o'ylayapsanmi? Hech kimga kerak emassan. Hech kimga. Buyuk odam bo'laman deb o'yladingmi? Xaloskorman. O'zingni qutqara olmaysan-ku. Biz doim yolg'iz bo'lamiz. Bo'shliqdan hech kim qochib qutulmaydi. O'zing aytgandek, hammamiz yolg'izmiz. Mutlaqo. Ilon muchalda tug'ilgan insonlarni tushunish oson emas. Ular ko'p narsani sezadi, lekin hammaga ham aytavermaydi. Ularning kuchli tomonlari: odamlarni yaxshi kuzatadi, vaziyatlarni chuqur tahlil qiladi. Sezgir va intuitsiyasi kuchli, sir saqlashni ham biladi. Maqsadiga bosqichma-bosqich erishadi. Tashqaridan juda ham sokin ko'rinsa ham, ichki dunyosi juda ham faol. Pul va ishda shoshilmasdan puxta o'ylab qaror qabul qilishi va uzoq muddatli reja bilan ishlash katta foyda beradi. Munosabatlarda ishonch va sadoqatni qadrlaydi. Biror insonga ishonsa, unga jiddiy munosabatda bo'ladi. Minus tomoni shubhalanish, ortiqcha o'ylash, ranjishni uzoq vaqt eslab qolish va his-tuyg'ularni ichida saqlash. Ilon Alloh. Qalblar uni ismi bilan xotirjam bo'ladi. Ko'ngillar taskin topadi, asablar tinchlanadi, es-hushlar o'rniga keladi. Allohu latifun bi ibadi. Alloh bandalarga mehribon. غبت دهرا في المعاصي لم أجد إلا السراب كنت مغرورا بعمري أحسب الدنيا شبابا ضاق صدري من ذنوبي صرت أخشى أن أخيب تائها في بحر وهم لا أرى فيه إيابا يا إله الكون إني جئت أرجوك المتابا فافتح الأبواب لي واجعل دعائي مستجابا وامح عني كل وزر واجعل السعي صوابا أنت ربي وملاذي حين يشتد البلاء قد بكت عيني ندما ترتجي محو الخطايا وفؤادي بات يدعو طالبا منك العطايا رب فرج كل هم أنت أعلم بالخفايا فأنر دربي بنور واهدني حسن النوايا يا إله الكون إني جئت أرجوك المتابا فافتح الأبواب لي واجعل دعائي مستجابا وامح عني كل وزر واجعل السعي صوابا أنت ربي وملاذي حين يشتد البلاء رجع القلب بعد بعد يطلب العفو ثوابا بين خوف ورجاء صار دربي مستقاما كلما ضاقت خطايا جاءني الصبر جوابا فاستقام الدرب نورا وانجلى عني الضبابا يا إله الكون إني جئت أرجوك المتابا فافتح الأبواب لي واجعل دعائي مستجابا وامح عني كل وزر واجعل السعي صوابا أنت ربي وملاذي حين يشتد البلاء عدت أرجو صدق قلب لا يريد إلا اقترابا من رضاك يا إلهي فاجعل الإخلاص بابا لا أريد العيش غافلا ولا أمشي في ارتيابا خذ بيدي
نحو نور واكتب العفو جواب. يا إله الكون إني جئت أرجوك المتاب، فافتح الأبواب لي واجعل دعائي مستجابا، وامح عني كل وزر واجعل السعي صوابا. أنت ربي وملاذي حين يشتد البلاء. غبت دهرا في المعاصي لم أجد إلا السراب، كنت مغرورا بعمري أحسب الدنيا شبابا، ضاق صدري من ذنوبي صرت أخشى أن أخيب، تائها في بحر وهم لا أرى فيه إيابا. يا إله الكون إني جئت أرجوك المتابا، فافتح الأبواب لي واجعل دعائي مستجابا، وامح عني كل وزر واجعل السعي صوابا. أنت ربي وملاذي حين يشتد البلاء. قد بكت عيني ندما ترتجي محو الخطايا، وفؤادي بات يدعو طالبا منك العطايا. رب فرج كل هم أنت أعلم بالخفايا، فأنر دربي بنور واهدني حسن النوايا. يا إله الكون إني جئت أرجوك المتابا، فافتح الأبواب لي واجعل دعائي مستجابا، وامح عني كل وزر واجعل السعي صوابا. أنت ربي وملاذي حين يشتد البلاء. رجع القلب بعد بعد